71 yillik zulm, ırqi qirg'inchilik va ziyonkashlik, dunyo Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uighur va boshqa musulmonlarni bostirishi va assimilyatsiya qilishiga ko'z yummoqda. 1949-yili bu zamin zolim Xitoy kommunistlari tarafidan ishg'ol qilindi. Shuningdan boshlab u azob, qon va ko'z yoshlari bilan to'ldi. 71 yil o'tib ketdi, ammo Sharqi Turkiston xalqining azob oqibati borgan sari kuchaymoqda. Uzun yillardan buyon Xitoy hokimiyati ostida ezilib kelgan xalq yaqinqi yillarda yig'ilish lagerlariga qamaldi va inson qalbidan chiqqan ziyonkashliklarga uchirdi. Uighur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlar zolim Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik va sistemalik assimilyatsiya siyosatiga duchor bo'ldi. 2020-yili 10-oyning 1-kuni Xitoyga qarshi yer shari harakat kunini tashkillovchilar bayonot e'lon qilib, hammalarni o'ziga eng yaqin joyda yoki internetda o'tkazilgan faoliyatlarga qatnashishga chaqirdi. Angliya parlamentining Avom va Kengash palatasi savdo qonuniga tuzatish kirgizishga munosabatlik bir qonun moddasi tayyorlagan bo'lib, bu qonun moddasi Uyg'urlarning Angliya oliy sudiga Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini irqiy qirg'inchilik deb arz qilish huquqi berildi ekan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur qonun moddasiga asosan, agar Angliya oliy sudi Xitoy harakatini irqiy qirg'inchilik deb hukm qilsa, bu Angliya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini uzishini talab qiladi ekan. Muhabizat gazetining xabar qilishicha, mazkur qonun moddasi sobiq kabinet ministri, Angliya konservativlar partiyasidan bo'lgan Avom palata a'zosi Ian Duncan Simis apandining boshchiligida tayyorlangan bo'lib, qonun moddasi boshqa partiya parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo musulmon davlat rahbarlarini Sharqi Turkistondagi Uighur va ziyonkashlikka uchragan boshqa musulmonlar uchun so'z qilishga chaqirdi. U Vatikanni ziyorat qilganda papa bilan ko'rishalmadi. Lekin Pompeo Amerika elchixonasi sohibxonlik qilgan suhbat yig'inida xitob qilib, Xitoy kompartiyasiga qat'iy bosh egmaslikka, diniy erkinlik va insoniy qadr-qimmatni qat'iy qo'g'dashga chaqirdi. Pompeo mundaq dedi: "Men musulmon rahbarlarning Uighur va Qozoq qirg'izlarni o'z ichiga olgan zulmga uchrayotgan musulmonlar uchun gap qilishini umid qilaman." Pompeo yana Papa Fransisni Xitoyning diniy ziyonkashligiga qarshi turish uchun jasorat ko'rsatishga chaqirdi. Pompeo mundaq dedi: "Dunyodagi hech qanday bir joyda diniy erkinlik bugungi Xitoydagidek bostirilmaydi." Pompeo Vatikanning Amerikaga qo'shilib, Xitoyning diniy erkinlikka daxl-taruz qilishiga qarshi turishi kerakligini aytdi. U Vatikanning Xitoy bilan tuzgan kelishimini uzartishiga norozilik bildirdi. Kanada poytaxti Ottavada Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi namoyish o'tkuzildi. Kanada parlamenti oldida jam bo'lgan namoyishchilar bu yerda bayonot e'lon qilgandan keyin Xitoy elchixonasiga yurdi. Namoyishga Uyg'urlardan boshqa yana Xitoy o'qituvchilari va Uyg'urlarni qo'llaydigan tashkilot va shaxslar ishtirok qildi. Namoyishchilar Xitoyning Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini tanqid qildi va buni to'xtatishni talab qildi. Kanada va boshqa davlat hukumatlarining bu vaqtda Xitoyga besim ishlatishga chaqirdi. Yana bir tarafdan Xitoyning Sharqi Turkistondagi ishg'olining 71 yillik munosabati bilan bugun dunyoning nurg'un joylarida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazilmoqda. Egelenishçe, Əzərbaycan armiyası işğal qılınğan yerlərini qaytarıb eliş üçün qo'zg'algan qaytarma hücumida 2300 ئەرمېنىيەئەسكىرى تالاپەتكەئۇچرىغان. Əzərbaycan Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bayonotida to'qinishning kechicha davomlashganligi bayon qilindi. Bayonotda mundaq deyildi: 27 sentabrdan 30 sentabrgacha 2300 Ermeniya askarlari o'ldi yoki yaralandi. Taxminan 130 tanka va bronik mashina, 200 dan ortiq zambarak va boshqarilgan bomba sistemasi, taxminan 25 havo mudofaa sistemasi, 6 qo'mondonlik, boshqarish va qo'mondonlik qilish rayoni va 55 mashina vayron bo'ldi.